Mashhur o'zbek san'atkorlarining sir tutilgan qizlari. Ular qanday ko'rinishda? Bular haqida bilarmidingiz? Bilmasligingiz aniq. Men sizlarga hozir bular haqida to'liq ma'lumot beraman. Undan oldin esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonlik mashhurlardan barchasining ham farzandi otasi kabi san'at yo'lini tanlamagan. Shunday bo'lsa-da, ular orasida boshqa soha orqali tanilganlari ham talaygina. Xo'sh, mashhur san'atkorlarning qiz farzandlari kim va ular qanday ko'rinishda? O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov 4 farzandning otasi, qiziqchining Durdona ismli qizi va Ulug'bek, Oybek, Otabek ismli o'g'illari ham bor. Mirzabek Xolmedov 2016-yilning oktyabr oyida qizi Durdonani turmushga bergan. Boshlovchi suxandon Nargiza Azizova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyevning qizi. Otamni ko'pchilik kinodagi aka Sharif roli bilan yaxshi taniydi. Men ham otam o'qigan oliygohga kirmoqchi bo'lganman. Bundan suyunib ketgan dadam, "Yur qizim, hujjat topshirishga birga boramiz. Qaysi yo'nalishni tanlaysan?" deb men bilan birga borgan. Shunda otam bilan jurnalistika fakultetiga hujjatlarimni topshirganmiz, deya eslaydi Nargiza Azizova. Ayni damda AQShda istiqomat qiladigan xonanda Otabek Madrahimov 2 o'g'il va 1 qizning otasi. U shuningdek 3 nevaraning sevimli bobosi. Ijodkorning qizi Sheridam otasi kabi san'at sohasini tanlamagan. Otabek Muhammadzohid oilasi haqida gapirishni unchalik istamaydi. Uning 3 qizi va 1 o'g'il farzandi bor. Xonanda 2021-yilning oktyabrida qizi Mohinurni turmushga bergan. Marhum so'z ustasi Hojiboy Tojiboyev 3 nafar qizning otasi edi. Qiziqchining katta qizi Ruhangiz tibbiyot sohasida tahsil olgan. O'rtancha qizi Intizor Tojiboyeva O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti drama va kino aktyorligi fakultetini tamomlagan. Kenja qizi Madina turizm yo'nalishida o'qigan. Hozirda esa blogerlik bilan shug'ullanadi. Xonanda Ohista Jamshid 1976-yilda Toshkentda taniqli san'atkorlar Jamshid va Gavhar Zokirovlar xonadonida tug'ilgan. U 2000-yildan buyon professional xonandalik bilan shug'ullanib keladi. Ohista Dalaxas guruhining solisti sifatida Kichray osmon, mangulik, bo'salar kabi qo'shiqlarni ijro etgan. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktyori Rixsitilla Abdullayevning 3 nafar Tojrahmon, Aslzoda va Mohzoda ismli farzandlari bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Karim Mirhodiyevning 3 o'g'li va Nigina ismli 1 qizi bor. Aktyor bugungi kunda bir necha nabiralarning bobosi. Qahqaha kulgi jamoasining a'zosi Sohib Hasanovning qizi Bonu bank sohasida faoliyat yuritadi. Bundan tashqari u Instagramda blog ham yuritadi. Xonanda Anvar Sanayevning qizi Asal Sanayeva ham otasi kabi san'at yo'nalishini tanlagan. U tango yoxud adashgan sovchilar. Rejissor Murod Inogamovning Kechir farzandim filmida suratga tushgan. Ammo Asal bir necha yillardan buyon kinoda ko'rinish bermay qo'ygan. Bolalar guruhi solisti Tohir Sodiqov 2 qiz va 1 o'g'ilning otasi. Xonanda to'ng'ich qizi Go'zalni 2019-yilda, ikkinchi qizi Asalni 2022-yilda turmushga bergan. Har 2 qiz ham bugungi kunda Instagramda o'z blogini yuritadi. Aktrisa Vayner Xonzoda Do'stova taniqli xonanda Asliddin Do'stovning qizi. Dadam san'atkor bo'lsa-da, bu sohani egallashimga jiddiy qarshilik qilgan.
Qiz bolaga mos kasbni tanla degan gapni ko'p marta eshitganman. Shu bois O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohiga kirganimni ham yashirganman. O'qishga topshirganimni eshitganida uyimizda qiyomat janjal bo'lgan. Hatto institutga kelib hujjatlarimni qaytarib olib ham ketmoqchi bo'lgan. Ammo institut rektori Baxtiyor Sayfullayev dadamga xavotir olma, agar shartnoma asosida o'qishga qabul qilinsa, pulini o'zim to'layman. Institutni bitirganidan keyin yaxshi kuyovni ham o'zim topaman deganidan so'ng otam rozi bo'lgan, degan aktrisa. Taniqli suxandon dublyaj aktrisasi Dildora Bekjonova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aleksandr Bekjonov hamda Mehri Bekjonovalarning farzandi. Ukasi Diyorbek ham ota-onasi kabi aktyorlik sohasini tanlagan. Mehri Bekjonova intervyularining birida odamlar ularni o'z ismi bilan emas, balki Dildoraxon va Diyorbekning ota-onasi deyishsa, ko'proq xursand bo'lishini aytib o'tgan. 30 yoshli instabloger Imona Ahmedova taniqli aktyor, rejissyor, so'z ustasi G'ayrat Ahmedovning qizi. U Instagramda Maftuna Shokirova bilan birgalikda vaynlar suratga oladi. Aktrisa, model va instabloger Farangiz Xoliqova marhum xonanda Husniddin Xoliqovning qizi. Farangiz 2024-yilning oktyabr oyida turmushga chiqdi. 2025-yilda esa ilk marta onalik baxtiga erishdi. Hozirda u Instagramda blogerlik faoliyatini olib boradi. Taniqli qiziqchi Valijon Shamsiyevning Layli taxallusi bilan ijod qiladigan xonanda. Qizining asl ismi Mushtaribonu. Qiziqchining birinchi ayolidan 7 nafar farzandi bor edi. Valijon Shamsiyev 2018-yilda ayoli bilan ajrashganini qizi Layli ma'lum qildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shahzod guruhining solisti Rashid Xoliqov va ayoli Saida Xoliqovaning 4 nafar 3 o'g'il va Azizaxon ismli qiz farzandi bor. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang.